Davom etamiz. Bugungi kunda global axborot maydonida kibermakon bilan bog'liq yangi tahdidlar yuzaga kelmoqda. Shu bois har bir shaxs virtual olamdagi hujumlardan himoyalanishni bilishi lozim. Afsuski, ko'plab fuqarolar bu borada yetarli bilimga ega bo'lmagani bois kiber jinoyatlar qurboniga aylanib qolishmoqda. Ana shunday holatlardan biri Surxondaryo viloyatida sodir bo'ldi. Hozirda internet orqali kiberfiribgarlar tomonidan fuqarolarning ishonchiga kirib, soxta mahsulotlar uchun oldindan to'lov qildirish holatlari uchramoqda. Ulardan biri 2025-yil 10-may sanasida ro'y berdi. Muzrabot tumanida yashovchi fuqaro haydovchilik guvohnomasi olish to'g'risidagi akkauntning reklamasini ko'rib qoladi. So'ngra uning egasi bilan suhbatlashadi. Kiberfiribgar unga ishongan mijozga haydovchilik guvohnomasini olib berishini aytadi. Buning uchun 9 million so'm pulni oldindan oladi. Keyinchalik esa firibgar fuqaroning akkauntini bloklaydi va aloqalarni uzadi. Shundan so'ng fuqaro aldanganini darhol sezadi va Muzrabot tumani Ichki ishlar boshqarmasi xodimlariga murojaat qiladi. Tezkor harakatlar natijasida Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati, kiberxavfsizlik bo'limi va Muzrabot tumani Ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan mazkur firibgarlik holati aniqlandi va aybdor shaxslar qo'lga olindi. Hozirda Muzrabot tumani Ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov guruhi tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Shu o'rinda barcha yurtdoshlarimizdan ijtimoiy tarmoqlardagi xabarlarning ishonchliligini tekshirishlari va doimo ogoh bo'lishlarini so'rab qolamiz.